Akalar, assalomu alaykum. Kaptar ishqibozlari. Mana shu qo'ponni qanaqa qilib yasalishini juda ko'pchilik so'radi. Vaqt bo'lmayapti akalar, to'g'risi video qilgani. Kolodis bo'yicha xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar akalar. Kolodislar bor. Kanalizatsiya qo'yiladigan Andijon bo'ylab Namangan aloqaga chiqarsizlar. Farg'onada ham xudo xolasa yumshoq yerlar bo'lsa kelishtirib qo'yib beramiz. 91632626 shu nomerdan akalar. Xudo xolasa shu xizmatdamiz. Bu kaptar bilmayman aka. Kimniki ekan. Hozir endi sizlarga anaqani ko'rsataman. Nima desam bo'ladi. Vaqt bo'lib qolsa, ponni tushirsa ham hammasini qanaqa qilib terishni ko'rsataman. Hozir telefon qilganlar bilan shu og'zaki tushuntirsam ham tushunmaysizlar, chunki anaqasi bor-da. Plankan tagida bunday ilmog'i bor, spitsadan qilingan, o'shaning tagidan o'tadi, keyin baylanadi. O'shaning uchun ko'pchilik tushunishi qiyin. Xudo xolasa men anaqa qilsam, nima deydi, tushirsam anaqa qilib qo'yaman. Sizlarga tushuntiradigan qilib, xudo xolasa chiroyli qilib video qilib beraman. Buni hamma qilsa bo'laveradi, oson. Mana qilib ko'p vaqtinglar ketmaydi. Qo'shnilar bo'lsa qaytarib beringlar. Begonalar bo'lsa ham xohlasanglar qaytarib beringlar, xohlasanglar bermanglar. Endi men hozir ketgan kaptar istamay qo'ydim. Ketsa ketdi, ketib qolsa qoldi, bo'lib qoldi. Hozir bittasi uchta, hozir nechta o'tiribdi bular ham bilmay qoldi nima bo'lganini. Ba'zi uchib ketadi hammasi, ba'zi uchmaydi shunaqa.